Assalomu alaykum Parvoz aka-ukalar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Ahli oila, duogo'ylar hammalari zo'rmi? Uzoq yaqindagi qadrdonlarimiz nima gap? Musofirda akalarimiz. Ana to'palalardan sal chekkaroqda yuribsizlarmi? Chekkaroqda o'zingizdan ehtiyot qilinglar. Omadinglar bersin. Qayda bo'lsa ham shu yuzinglarni issiq ko'rsasin Allohim. Xazayinning ishini qilib bo'lgandan keyin xazayin ishingga malades gap yo'q deb bir $500 $1000 qo'shib yuborsin sizlarga. Joyini sog'ursin, Alloh kuch-quvvat bersin. Kech kirganda soatimiz ham 2 dan o'tdi. Hozir Surxondaryomi? Surxondaryodan. Surxondaryodan mehmonlar kelishibdi. Bekdi. Assalomu alaykum yurtdoshlar, qilaysizlar, zo'rmisizlar, bardam baquvvatmisizlar? Ana Ilyos akam oldiga keldik, tuxum olgani. Nasib bo'lsa yosh xo'rozlar chiqsin deb. Rahmat aka, tuxum berdi bizga. Akamizga 10 bitta bir partiya tuxum beryapman. Sizga polni tuxumlarni tushuntirdim, qaysi zotdan qaysiligi. Aka omadingizni bersin, chempion bo'lsin. Rahmat aka. YouTube zirkavering. Rahmat. Bu dunyoda men ham yutadiganlar bormikin, shu xo'razm yutadiganlar deydigan holatda iloyim chiqsin chempionlar. Shunday nasib bo'lsa. Endi hamisha yaxshi niyat qilgan yaxshida, agar birov orqasidan negativlik qilib, endi birinchidan negativ asli bo'lish kerak. Chunki siz orqangizda kimlar borligini bilasizda. Chunki ular negativlar sizdan orqadaligini uchun sizga negativlik qiladi. O'shuning uchun ular hamisha orqada bo'laveradi-da. O'shuning uchun odamga bundoq lo'p-mulopga turib gapira olmaydi, orqadan gapiradi. Chunki orqada-da ular. Shunday. Oldinda gapira olmaydi. Shunaqa narsalar bu yaxshi niyatni doim qilaverish kerak-da. Kimga bo'lsa ham, birovga ham, odam inson o'ziga ham yaxshi niyat qilaverish kerak. O'shanda hayot bari yaxshi tomonga qarab ketaveradi-da. Niyatni qancha yomon qiladigan bo'lsa, o'sha niyatiga qarab turib, o'zi Alloh ham yo'l yo'rig'ini berib qo'yaveradi. O'shuning uchun negativlarimizga ham omad. Shunday. Endi bu bitta niyat. Misol tilagimiz shunaqa. Bu akamizga beryapmiz. Tilagimiz shunaqa. Iloyim hammaga ham shunaqa bo'lsin. Zo'r bo'lsin. Men ham bir ikki oz aytsam bo'ladimi, gapirsam? Gapiravering. Akalar, men ham bir niyat qilgandim. O'tgan yildan beri akani muxlisman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Muxlisman. Lekin bu yoqqa kelaman deb umuman o'ylaganim yo'q edim-da. Shu mashina olib keldi mana de. Umuman o'ylaganim yo'q edim. Nasib qilgan ekan. Mana keyin akadan tuxumni oldik. Tuxumni berdi, bir partiya tuxum. Nasib bo'lsa yaxshi xo'rozlar chiqsin. Akaga ham kattakon rahmat. Iloyim chempionlar chiqsin. Rahmat aka. Shuna gap aka, omadingizni bersin yana bir bor. Joningiz sog' bo'lsin. Iloyim jo'jalar chiqib katta bo'lib, bundoq bir oyog'ini ko'rganda yo bir qichqirib bir mazza qilgan joyingizda shuncha yo'l bosib borib olgan narsamga maza qildim deydigan holat bo'lsin. Shunday. Iloyim. Rahmat. Hardaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Shunaqa akamizga bir partiya tuxum ketyapti. Kechqurun soat 2. Hammalaringiz like bosib qo'yingizlar, akalarga qo'llab-quvvatlab. Nimaga bo'lsa ham qiziqqan yaxshida mana qiziqish ekan, kechqurun soat 2 da sheyga kelibdilar. Endi bek qiziqar ekanlar deb iloji yo'q, mana soat 2 da uxlamadim. Akani ham qo'ymadik. Nomerda ham bir olib qo'ying aka, 75 da. Ishonmaganlarga 75 da 578 ha. Mokra asfalt Nexia 2. Moshasiga obzor ko'raymi? Yil 2016 probegi boshqasi qilaman. Akalar hammaning omadini bersin. Chempionlar chiqsin. Aka. Rahmat aka. Barakasini bersin. Chempion bo'lsin. Rahmat. Omon bo'ling akalar. Qayda bo'lsa ham ishingiz ilgari bo'lsin.